99 milliy do'konimizga go'zallarim sizlar kutgan va kutmagan yangi kolleksiyada ko'yniklarimizdan keldi. Homilador hamda muslima opa-singillarimiz uchun mana shu obrazli bo'lgan ko'yniklarimizni go'zallarim sizlar uchun to'rt xil rasvetkasidan olib kelib qo'ydik. Bu ko'ynigimizni sizlarga alohida ko'rsatmasam go'zallarim aniq his qilib qolaman. Qaranglar, ustida baskali nimchasi bor. Oldida shunaqa vishivkalar bor. Ichida esa shunaqa ko'ynigi bor. Qizlar plissirovka qilib ishlangan. Materiali yumshoqqina shifon. Bularni ham ikki xil rasvetkasini sizlar uchun 99 milliy do'konimizga olib kelib qo'ydik. Qizlar, mana bu 99 milliy ko'ynigimizni qaysi rangini olsamikini? Shunda kommentariyaga yozib qoldiringlar. Labbekinayi baskali seri ko'ynigimizmi? Voy, keldi. 38 dan 44 gacha razmeri bor. Bo'ldi, tez kelib olib ketmasangiz bilasiz, buni xaridori ko'p. Qizlar, eshitdinglarmi? Уже zaklab berib qo'yishibdi. Xullas qizlarjonlar, qolgan fasollarni sizlarga bittadan mana shunaqa qilib ko'rsataman. Oralarida shifonlilari ham bor. Qizlarjonlar, razmerlari 38 dan 44 gacha bo'lgan ko'ynaklarni ko'rsatyapman. Rasvetkalarini go'zalligini qaranglar. Fasollari bularniki ham juda ham chiroyli. Qizlar, mana hozirgi havolada ham maza qilib kiysanglar bo'ladi. Men baskani qaranglar, go'zalligini. To'g'risi, o'zim baskani ko'p kiyganim uchun, ya'ni baskali ko'ynak ko'p kiyganim uchun o'zimga ham juda ham yoqadi. Do'konimizda ishlayapti. Dastavkalarimiz yo'q. Qizlar, ertadan bemalol kelsanglar bo'ladi. Ertalab soat 10 dan kechki soat 23:00 gacha sizlarni xizmatinglardamiz. Hammanglarni 99 milliy do'konimizda kutib qolamiz.